Приятно. O'g'lim shunday ovqat to'kdi-da. Va yangi narsani endi yuvamanmi deb o'yladim, keyin qani deb keldim-da, qilib ko'rsam, mana ketdi-yu, endi bemalol to'kib yeyman deydi. Sizniki o'zimcha bosib qo'ygan. 4 yillik mijozimiz Shahroza Rustamovadan odzivlarni olgani keldik. 4 yillik klient bo'lsam, bularga yana qanaqa odziv kerak bilmadim. Chunki menimcha odam yillar davomida qayta zakaz qilishi uchun undan yana alohida odziv olish shart emas, chunki har doim istoriyalarimda ham, reelslarimda ham bularga alohida odziv qoldiraman. Remont payti mana turmush o'rtog'inglarning pulini ekonom qilishni xohlaysizlar-ku. Bizda ham aynan stuli bilan shunaqa suvcha bo'lgan, rangi tushmagan, lekin stul ham normalniy pul bo'lar ekan-da, olaman desa. O'shanda o'ylaganman-da, ups, nazokat opamga bizani interyerga moslab tiktiraman deb, bu уже ikkinchi marta almashtirishimizni eng yoqqan tarafi har doim sizni zaprosingizga qarab mo'yshi, mana ana kuni ketchup tomdi, bir narsalar tomdi, bolalarim narsa yeganda oqdi, no hali yuvilmadi, shuni narsa sepib, ozgina gellab yuvorsa ketar ekan, kiri shimolmas ekan. Shu tarafdan juda ham yoqdi. Qolaversa, bizning nazokat opa bilan zo'r kollaboratsiyamiz bor, o'zimiz o'ylab topgan kojinli plyonkalar. Buni nechta ayollar zakaz qilishgan, даже Amerikalarga olib ketishgan. Mana Norvegiyaga xolam ham olib ketganlar bundan tiktirib. Kojinli materialni ham oddiy qilib tikishmagan, chetlariga shunaqa chiroyli qilib, uyingizga xuddi har kuni o'zingiz o'tirishingizga mehmon kelgandek qilib tikib berishadi. Hozir buni almashtiramiz sizlar bilan birga. Boshqa variantini ham ko'rasizlar.